Assalomu alaykum, aka boshqa ishqibozlari. Hop, mana hozir pechkalarimizni 120 ta pechkamizni Tojikiston Dushanbega chiqaryapmiz. Hop, bu pechkalarimiz 20 ligi bor, 25 ligi bor. 20 lik bilan 25 lik farqi bu bunkerida. Bunker 25 bo'ladiki, nargilardagi 20 bo'ladi. Mana misol uchun mana ular o'tinadigan bunkeri 20 bo'ladi. Hop, keyin bularda yo'llari qovurg'ali bo'ladi. Bu qovurg'alar asosan havo tortib berishga. Mana havo tortadi. Ichlarida kameralari bor, havo tortadi. Keyin asosiy o'tadigan joyi 2 qavat divanoy listda bo'ladi mana. Divani taylari cho'yinda bo'ladi, 2 kilolik qalin cho'yinda bo'ladi. Bu pechkamizni hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Xudo xolasa, kraskalari 1200 gradusga chidaveradi. Umuman tutamaydi. Tutasa agar tutab bo'lsa qaytarib olib kelaverasizlar, qaytarib olaveramiz. Hop. Bu pechkamizni issiqlikni boshqarish funksiyasi bor. Bu funksiyasi mana shu zaslonkasidan bo'ladi. Mana shu zaslonkasini taydan ko'proq ochib bersangiz, tezroq yonib, tezroq isitib beradi uyingizni. Hop, buni tayda kuldoni bor. Buni olib qo'yganingizdan keyin mana kuldon bor. Mana shu kuldonni olasiz, ichiga kul to'lgandan keyin almashtirib to'kib qo'yasiz buni. Hop. Bu kuldonni ashta turaveradi. Bir kunda almashtirasiz, har kuni almashtirib qo'yasiz ichidagi kulini. Keyin mana shuni yoqqandan keyin, ko'mir tashlagandan keyin xudo xolasa mana shuni 5 sm ochib bersangiz, tezda guvillab uyingizni isitib beradi. Hop, bu 20 ko'proq ko'mirga moslangan. 6 kilo ko'mirga 12 soat yonaveradi. Hop, bu 25 lik pechkalarimiz, mana ular 25 lik. Bular bunker 25 lik bo'ladi. Hop, juda uzunroq bo'ladi. O teplanmani esa 20 liklarga qaraganda 5 sm uzun bo'ladi. Bular ko'proq o'tinga moslangan. Bularda ko'mir yoqsiz ham bo'laveradi bundan. Ko'mir ham o'tin ham yonaveradi. Hop, bular 8 kilo, 9 kilo ko'mirga 12 soat yonadi. Hop, jibri katta yo'limiz bor mana bu yerda. Hop, bu kibrit katta yo'limiz 3 xona uyga moslashgan. 2 xona uyda atapleniya bilan isitadi, 1 xona uyda o'zi isitadi. Hop, mana taylari bular 3 lik listda bo'ladi. Listlari 2 qavat bo'ladi listlar, divani 2 qavat bo'ladi. Hop, bular 6 kilo 14-16 kilo ko'mirga 1 sutka yonaveradi, 1 sutkasiga. Buni 3 xona uyga qo'yasiz, 2 xona uyda atapleniya ulaysiz, bemalol isitaveradi. Xudo xolasa isitib berishlari hamma yo'qlarga garantiya beriladi. 60 kvadratgacha isitaveradi 3 xona bo'lsa.